Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga bugun Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Kaminat Taxta bozoridan Murodjon akamiz joylariga keldik. Assalomu alaykum. 4 metrlik brus deyiladi. Nimaga ishlatiladi bular? To'singa ishlatiladi. 4 metrli bruslarimiz To'singa 7.13 to'liq chiqqan. 7.13. Narxlar 90 ming so'm. 4 metrli choqorasida vapilamiz bor 50 ming so'm. Hamma yo'g'i bir xil buni. Nurlat ishlagan taxtamiz bor. Bular 40 ming so'm. 40 ming so'mdan. 3 metrli 30 ming so'm. 30 ming so'm 3 metrli. Razmeri qanaqa buni? 4.12 to'liq chiqqan. Yana rekalamiz bor. Rekalar. Rekalarimiz metri 3.5 ming so'm bilan 4.5 ming so'm o'rtasida. Uzunligi qanaqa? Bular 4 metrli. Bular 3 metrli. 2 metrli. Bularimiz nima? 5 metrli baqbaq to'sin deyiladi. Doy to'sin. Palmo qilib terilgan. Ichida maydasi chiqmaydimi? Endi maydasi ham qanaqa, bu tepasi nisbatan mayda bo'lishi mumkin. Ichida palmo qilib terilgan, mayda qo'yilmagan. Hammasi xil qilib qo'yilgan narsa. 5 paskamiz bor, hammasi baqbaq to'sinlar. Holatlar yaxshi zo'r. Bular narxi 170 ming bilan 200 ming o'rtasida kelishilgan holda bo'ladi. 3 ko'ti bir xilda. 3 ko'ti bir xilda to'sinlar. Yana bitta yangilik chiqib qo'yganmiz aka. Qanaqa yangilik? Qo'yganmiz. Nomi teva, o'z sasona qolishmaydi. Olsadan qilib baylangan. Buni ichida obzori bormi? Yo'q, javob beramiz. Xo'p, yangilik ekan. Yechasiz, yechganingizdan keyin mashincha ham bir qarasam javr chiqmaydi. Javob beramiz. Javr qo'yilmagan. Orqa tomonni ko'raylikchi. Ancha narsa javob bo'lmaydi-yu, bu narsaga men 100% javob beralaman. Nimaysiz, o'zim baylatganman. Yo'q. Xo'p, hozirgi aytgan ma'lumotlarimiz javob deyotgan sababi kesalangan javobini beramiz. Aytib qo'yish bilan javob berish boshqa-ku. Mana 6 talik qilib baylangan, bitta ko'rbanlar bor. Vodiy bo'yicha yangilik. Razmerlari ham to'liq ekan aka. Yana 5 metrli quruq to'sinlar. Xo'p, 5 metrli quruq to'sinlar. Qishda havosidan to'sin tashlab loy bosaman deganlar, holatlar yaxshi. Quruqlik, zo'r. Tashlaveradi. Narxlari qanaqa bularda aka? 150 ming bilan 170 ming o'rtasida kelishgan holda. Kelishilgan holda. Hali buni biz oxir narxni aytmagan sababimiz hozir hamma joy narxni bir xillangan hisobiga kelishsa, telefon qilib aytsa yo'llar qilib beramiz. Yengil qilib beriladi. Demak, bu qo'l to'sinlarimiz bor. 5 metrli. Bu ham 5 metrli uzuni. Bular 150 ming so'm. Hozirgi holatda kesilgan to'sinlar. Hozir qish havosida narxni ancha arzon olamiz, arzon sotamiz. O'sha narsa 150 ming so'm. Ba'zi 4 metrli baqbaq to'sinimiz bor. Uzuni 4 metrlimi to'sinlaringiz? 4 metrli. Ichida Kaliforniyasi yo'q, hammasi ko'kterak. Hammasi ko'kterak. Javob beramiz ko'kterakligi. Ammo o'ziga nisbatan ichida 2 ta mayda vog'i bo'ladi. Biz buni baqot degan taqdirimizda ham bu plavani solmaganmiz. 15 tasini solinmagan, ichida iloji 3 ta 4 tasidan foyda qilinadi. Uni aytib sotamiz. Kelishsa, kelishgan holda buni ham xolasini ham pastga sotamiz, xolasini shu maydasini qo'ygizib kelishini bo'ladi. Tanlab olsa ham bo'laveradi. Kelishgan holda. Endi tanlab olish hamki, jab pastga narsa emas, 5 metrli to'sin olinmagan, hammasi 4 metrli bir xil narsa olingan. Bularimiz narxi 120 ming so'm bilan 150 ming so'm o'rtasida kelishgan holda. Nimaga 150 ming so'm deyishsa, bu joyni o'zidan bunday holatni 150 mingga ola olmaymiz. 2 qarashdan baland ekan, 3 qarash ekan. Qarashli narsalar. Hozir plavamay solsa 3 ta abrusni beradi, o'zidan 2 ta brus beradi. 90 ming so'mdan o'zi 180 ming so'm pul bo'ladi. Vassaliylarimiz-chi? Vassaliylarimiz 15 ming so'm bilan 17 ming o'rtasida. Buni ham donasi 9 ta 10 talik qo'yilgan. 7 ta 8 talik bor. Yana qanaqa vassalilaringiz bor? Bundan ham kattasi bormi? Bundan ham kattasi bor, albatta. Mana akalar bittadan chiqarib qo'yganmiz. Qayerga shuna ketdi. Holatlar yaxshi. Donalar sanasiz ham 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. 10 tadan qo'yilgan. Hali 10 tadan kam chiqmaydi. Yo'q, 9 taliga bor, 10 ta. 9 tadan kam chiqmaydi. 9 tadan kam chiqmaydi. Razmerlari ham qalin ekan mana. Xo'p, like, podpiskasidan chiqmasin qadrdonlar. Pastda nomerlarni yozib qo'yamiz, akamizni kelaverasizlar. Dastavkalarimiz qanaqa? Kelishilgan holda vodiy bo'yicha gaplashamiz. Dastavkalarimiz bor. Kelishamiz.